Hello, I am glad to see you again to my lesson. So, you are going to learn new topic about conditionals, if conditionals and when and why. Bugun siz qo'shma gaplar bilan tanishasiz. Ya'ni ifli gaplar, ya'ni agarda deb tarjima qilinadigan shart ergashgan qo'shma gaplar va when, while qo'shma gaplar bilan tanishasiz. If conditionals birinchi ko'radigan qismimiz, demak, agarda deb nomlanadigan shart ergashgan qo'shma gaplardir. Qo'shma gap nimaligiga eng avvalo to'xtalib o'tsak, qo'shma gaplar bu ikkita sodda gapdan tashkil topgan bitta murakkab gap hisoblanadi. Biz ikkita gapni alohida qilib yozib o'tirmaymiz yoki gapirib o'tirmaymizda, to'g'ridan to'g'ri bog'lovchilar orqali bog'lab bitta murakkab gap hosil qiladi. Mana shunday gaplar qo'shma gaplar deyiladi. Va biz aynan qo'shma gaplarni agarda deb nomlanuvchi, ya'ni if conditionallarni ko'rib chiqamiz. If conditionallarni quyidagi turlari mavjud: zero conditional, first conditional, second conditional, third conditional va mixed conditionallar bor. Bugungi darsimizda biz og'zaki va yozma nutqimizda, kundalik hayotimizda ko'proq ishlatadigan conditional turlari bilan tanishib chiqamiz. Uning formulalari, ishlatilish qoidalari va namunali gaplar bilan ko'rib chiqamiz. Birinchi ko'radigan bog'lanish turimiz bu zero conditional deb nomlanadi, ya'ni nolovoy bog'lanish turi. Bu bog'lanish turimiz ishlatilishi hozirgi zamondagi faktlar va haqiqatlarga nisbatan ishlatiladi. Formula yashil bilan berilgan: if present simple, virgul present simple. Demak, ifli gapning ikkala tomonida ham bir xil zamon, ya'ni present simple turadi. Misol uchun gap beradi: if spring comes, trees become blooming. Agarda bahor kelsa, daraxtlar gullashni boshlaydi. Mana ko'rdingiz? Yoki agarda qor yog'sa, tabiat juda chiroyli tusga aylanadi. Qarang, fakt bu. Qor yog'di, tabiat go'zal bo'ldi. Fakt, bahor keldi, daraxtlar gulladi. Demak, bu faktlar hozirgi zamon deganda doimo takrorlanib turuvchi harakatlarga, haqiqatlarga nisbatan ishlatiladi. Zero conditional. Ana endi navbatimiz first conditionalga o'tamiz. Demak, birinchi tur bog'lanish. Birinchi tur bog'lanishimiz qachon ishlatiladi? Kelasi zamondagi haqiqatlarga va faktli holatlarga nisbatan ishlatiladi. Ya'ni biri ikkinchisini taqozo qilishi kerak. Bunda formula if present simple, ya'ni ifli gap tarkibida present simple yuradi. Keyingi gap tarkibida future, ya'ni will, want, modal verb va verb ketadi. Kelasi zamonda sodir bo'ladigan yoki sodir bo'lish ehtimolligi mavjud bo'lgan holatlar uchun, ya'ni biri ikkinchisini taqozo qilishi kerak. Misol uchun, if we visit our friend, he will be very happy. Agarda biz do'stimizni borib ko'rsak, u juda xursand bo'ladi. Qarang, biri ikkinchisini taqozo qiladi. Do'stimiz nima uchun xursand bo'ladi? Bizni borganimiz sababli. Haqiqat, faktli narsa, faktli holatga nisbatan urg'u berish hisoblanadi bu. Navbatdagi bog'lanish turimiz bu second conditional, ya'ni ikkinchi tur bog'lanish deyiladi. Bu unreal present deyiladi. Nima degani? Ya'ni haqiqat bo'lmagan hozirgi zamon yoki yanada kengaytirib aytsak, xayoliy bog'lanish turi hisoblanadi. Ya'ni siz hozirgi holatni, hozirgi vaqtni xayolan tasavvur qilasiz, lekin bu haqiqat hisoblanmaydi. Sizning xayolingizda mavjud bo'lgan fikr, shunchaki vaziyatni xayolan tasavvur qilasiz. Bu present, ya'ni unreal present deyiladi. Formulasiga qarang: if, past simple, would, could, verb o'zi ketadi. Ya'ni ifli gap tarkibida past simple, keyingi gapda esa would yoki could ketadi va verbni o'zi yuradi. Bir narsasiga e'tibor qiling, undoq bilan berilgan formula o'tgan zamonda bo'lsa ham, holat hozirgi zamonda hisoblanadi. Ya'ni tasavvurli holat bu. Gapga qarang, yanada tushuntirib beraman kengroq.
If Barbara swam faster, she would win this competition. Agarda Barbara tezroq suzganida edi, bunda yutgan bo'lardi. Demak, realni holatga olib qarang, Barbara suzishni tez bilmadi, tez suzolmadi va chempionatda g'olib bo'lmadi deyapti musobaqada. Demak, bu tasavvur qilyapmiz yoki tasavvur qilamiz, agarda lotereyada yutganimda mashina sotib olgan bo'lardim. Realni holatga olib qarasangiz, o'sha ish harakat sodir bo'lmagan. Bu ish harakat second conditionalda yozilgan, aytiladigan ish harakatlar, holatlar asosan sodir bo'lmaydi. Xayolimiz tasavvur qilamiz. Agarda shunday bo'lsa, shunaqa bo'lgan bo'lardi degan narsani beramiz. Xayolan tasavvur qilamiz. Bu second condition, shuning uchun unreal present. Ya'ni hozirgi holatimizni boshqacha deb tasavvur qilishimiz. Third conditional. Bu unreal past degani. Ya'ni o'tgan zamonda biror bir ish harakatni bajarganmiz yoki bajarmaganmiz, o'sha holatdan afsuslangan holatda gapiramiz. Va biz o'tgan zamonda shu voqea boshqacha bo'lsaydi deb aytamiz. Ya'ni third conditional qisqacha qilib aytganda, o'tmishdagi bajargan va bajarmagan holatlarimizni afsuslangan holatimizda gapiramiz. Formulasi if'li gap tarkibida past perfect keladi. If'dan keyingi gapimizda esa would yoki modal fe'l, have, verb, uch id formulasida keladi. Undovcha qoidasiga qarang, e'tiborli bo'ling. Formula ham o'tgan zamonda, holat ham o'tgan zamonda. Second conditional formula o'tgan zamon bo'lgani bilan holat hozirgi zamon. Third conditional holat ham formula ham o'tgan zamonda. Ya'ni bu third conditional ko'p holatlarda qaniydi degan holatni ham berishimiz mumkin. Endi qaniydi degan tarjimani aynan ifga moslashtirib ayta olmaymiz. Endi siz vaziyatni tushunishingiz uchun aytyapman. Bunda misolga qarang. If you hadn't drunk so much, you would have made a good speech. Agarda sen shunchalar ko'p ichmaganingda edi, juda yaxshi nutq qilgan bo'lar eding. Realni holatga qarang, u ko'p ichgan va nutqni chiroyli qilib bera olmadi. Ya'ni third conditionalda yozilgan gaplar, aytilgan gaplar inkor gapda bo'lsa, o'sha ish harakat sodir bo'lgan bo'ladi. Darak gap bo'lgan bo'lsa, o'sha ish harakat sodir bo'lmagan bo'ladi. Demak, aytyapti, mana mening ma'nosida aytib qo'yapti. Sen ko'p ichgansan va nutqing chiroyli chiqmagan. Mana shu holatda beryapti. Demak, bu third conditionalni ishlatilishi. Navbatdagi bog'lovchi turimiz bu when. Qachonki deb tarjima qilinadi. Adashtirib yubormang, when degan so'roq olmoshi ham mavjud. Bu so'zimiz aynan so'roq olmoshi bo'lganda whendan keyin so'roq gap keladi va bitta gap yuradi. Bog'lovchi bo'lganda darak, inkor gaplar yuradi va ikki xil gap vergul bilan ajratilgan holatda bo'ladi. When qachonki deb tarjima qilinib, quyidagi bog'lanish turlari mavjud. Birinchi bog'lanish turimiz when gap tarkibida va undan keyingi gapda ham present simple, ikki tomonda ham present simple bo'ladi. Bu ishlatilishi hozirgi zamondagi faktlar va umumiy haqiqatlarga nisbatan ishlatiladi. When spring comes, days become longer. Qachonki bahor kelsa, kunlar uzun bo'la boshlaydi. Haqiqat bu, fakt hisoblanadi. Yuqorida if'li gaplari zero conditionalda ham xuddi shu formula bor edi. Bir-biridan farqi nimada? Ma'nosi ham, ishlatilish qoidasi ham bir xil. Faqatgina when'da ishonch ko'proq bo'ladi. If'da esa gumon ko'p bo'ladi. Ya'ni mana shu holati bilan farqlay olasiz. When'ni ikkinchi ishlatilish holati esa formulasi when past simple, ikki tomonda ham past simple yuradi. Bu ishlatilish holati bitta ish harakatdan keyin ikkinchi ish harakat sodir bo'lishi.
ga nisbatan ishlatiladi. Ya'ni birinma-ketin sodir bo'ladigan ish harakatlar aynan whenning ikkinchi ishlatilish holati. Ya'ni ikki tomonda ham past simple yurishi kerak. Ya'ni when I found my book, I gave it to my brother. Qachonki men kitobimni topsam, men uni ukamga beraman. Qarang, topgandan so'ng beradi. Demak, ikkala tomon ham past simple yursa, yana bir bor aytib ketyapman, birinma-ketin sodir bo'ladigan ish harakatlarga nisbatan ishlatiladi. Uchinchi ishlatilish holati formulasi when, present simple va keyingi gapimizda will, want, modal verbs and if verb keladi. Bu ifli gaplarda ham xuddi shu formula bor edi. Zero conditionaldan keyinga turuvchi first conditionalda bor edi bu formulamiz. Bu ishlatilishi kelasi zamondagi sodir bo'ladigan ishlarga yo faktli vaziyatlarga nisbatan ishlatiladi. Xuddi first conditional bir xil qoida, bir xil ko'rinish ketyapti, faqat when va if bilan farqlanyapti. Farqli jihati yana o'sha gap. When'da ishonch ko'proq, if'da gumon ko'proq yuradi. Misoli, when we visit science museum, we will see some inventions. Qachonki biz ilm-fan muzeyiga tashrif buyursak, biz ba'zi bir ixtirolarni ko'ramiz, deyapti. Borsa albatta ko'radi degani. To'rtinchi ishlatilish holati bir ish harakatdan oldin boshqa ish harakat sodir bo'lganda aynan to'rtinchi formuladan foydalanamiz. Ya'ni when gap tarkibida past simple, undan keyin gapda esa past perfect ishlatiladi. Birinchi past perfect ish harakat sodir bo'ladi, undan keyin esa past simple. Birinma-ketin degan emas, bu ham birinma-ketin, lekin birinchi sodir bo'ladigan ish harakatimizga past perfect beramiz. Keyin sodir bo'lgan ish harakatimizga esa past simple zamonda beramiz. Misol uchun, when in came to the class, the teacher had already started the lesson. Qachonki in darsga kelganda, o'qituvchi allaqachon darsni boshlab bo'lgan. O'qituvchi darsni boshlab bo'lgan bu birinchi ish harakat past perfectda, in kelgani esa past simple ikkinchi sodir bo'lgan ish harakat. Bu aynan qoidani past perfect qoidasini biz oldingi past perfect zamonidagi video darsimizda ko'rib ketgan edik. 5-chi ishlatilish qoida formulasi when gap tarkibida past simple, keyingi gapda esa past continuous ishlatiladi. Bu eng ko'p tarqalgan ommabop formulalardan biridir. Ya'ni bir ish harakat sodir bo'layotganda boshqa ish harakat suqilib kiradi, ya'ni qisqa ish harakat sodir bo'lishi. Misol uchun, when you called me, some people were shouting loudly. Qachonki sen menga qo'ng'iroq qilganingda, ba'zi odamlar baland baqirayotgan edi. Ana e'tibor qarating, odamlar baland baqirayotgan vaqtdagi ish harakat uzun sodir bo'ladigan ish harakat deb tasavvur qiling. Suqilib kirgan ish, ya'ni o'rtada paydo bo'lib qolgan ish harakat bu telefon qilgani. Demak, aynan mana shu holatimiz past simple, past continuous formulasiga mos keladi. Navbatdagi bog'lovchimiz bu while, davomida, da, paytida deb tarjima qilinadi. Ishlatilishi juda ham qisqa, bor yo'g'i ikkita formulasi ishlatilish holati mavjud. Demak, birinchi ishlatilish holati while gap tarkibida past continuous, keyingi gap tarkibida esa past simple keladi. Ishlatilishi bir sodir bo'layotgan ish harakat, bir ish harakat davomida boshqa ish harakat suqilib kirib sodir bo'lishi. Bu while'ning birinchi ishlatilish qoidasi. Xuddi when bog'lovchisini 5-chi ishlatilish holatiga o'xshaydi, 5-chi formulasiga o'xshab ketadi qoidasi. Misol uchun, while I was having a shower, someone knocked the door. Men dush qabul qilayotgan paytimda kimdir eshikni taqilladi. Dush qabul qilayotgan uzun sodir bo'ladigan ish harakat, qisqa sodir bo'lgan ish harakati esa eshikni taqillatish. Navbatdagi formulamiz 2-chi qoidaga o'tadigan bo'lsak, while past continuous, ikkala tomonda ham past continuous bo'ladi. Ya'ni buni ishlatilish holati bir vaqtning o'zida
ikkita ish harakat sodir bo'layotganga nisbatan ishlatiladi. Misol uchun, while Gary was reading an article, I was working on the computer. Ya'ni ikki xil ish harakat bir xil vaqtda sodir bo'lsa, aynan ikkinchi formuladan foydalanamiz.